Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sevimli futbol kanalida o'zbek futboliga oid eng so'nggi yangiliklar. Bir necha kun avval Navbahor kongolik hujumchi Katulondi Kati bilan xayrlashgan edi. Navbahor uning o'rnini boshqa hujumchi bilan to'ldirdi. Dinamo va Neftchi klublaridagi o'yinlari orqali muxlislarga tanish bo'lgan Qirg'iziston terma jamoasi hujumchisi Joel Kojo faoliyatini Navbahorda davom ettiradi. Futbolchi Superligamizda jami 35 o'yinda maydonga tushib, 11 gol urgan va 6 assistni o'z nomiga yozdirib qo'ygan. Ayni paytda Turkiyada yig'in o'tkazayotgan Navbahor 2-iyul kuni Istanbul Başakşehirga qarshi o'rtoqlik o'yinida maydonga tushadi. Jahon chempionatidagi ishtirokini yakunlagan O'zbekiston milliy terma jamoasi bugun Toshkentga qaytib keldi. Jahon chempionati guruh bosqichida 3 ta o'yinda ham mag'lub bo'lgan terma jamoamiz a'zolari tantanali ravishda kutib olindi va marosimga bag'ishlab katta tadbir o'tkazildi. Hattoki bir necha kun avval futbolchilarni keskin tanqid qilgan deputat Alisher Qodirov ham olqishlar bilan ularni kutib oldi. Shuningdek, bir nechta futbolchilar Toshkentga yetib kelgandan so'ng jurnalistlarga qisqa intervyular berishdi. Intervyularda e'tiborimni tortgan jihat shu bo'ldiki, Mundialda 2 ta o'yinda asosiy tarkibda maydonga tushgan 18 yoshli himoyachi Behruz Karimov Real Madrid, Chelsea, Manchester City va Manchester United kabi klublardan takliflar bo'layotgani, lekin katta klublarda zaxirada qolib ketmaslik uchun Yevropaning o'rta miyona jamoalarida tajriba to'plab, keyin katta jamoalarga o'tmoqchi ekanini aytib o'tdi. Albatta, men yoshligimdan Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Manchester United har bir jamoani o'yinlarini kuzatib borganman. Hozirda ulardan ham taklif bor, lekin hozirda u yoqqa bora olmayman, chunki o'yin amaliyoti kerak. Shuning uchun o'rtaroq jamoaga borib, o'yin amaliyoti qilib, keyinchalik o'sha jamoalarda o'ynashga intilaman. Futbolimizga oid yana bir xushxabar shuki, Dinamo Samarqand klubi himoyachisi Jahongir O'rozov legionerga aylanishi mumkin. Germaniyaning mashhur va nufuzli manbalaridan Kicker nashri O'zbekiston milliy terma jamoasi safida Mundialda o'z iqtidorini namoyish etgan Jahongir O'rozov faoliyatini Bundesligada davom ettirish imkoniga ega ekanini yozdi. Manbaning ta'kidlashicha, Jahongirga Mönchengladbachning Borussiya klubidan chorlov bo'lyapti. Ekspertlarga ko'ra, futbolchiga Borussiyaning qiziqishi ancha jiddiy. Mönchengladbachliklar yangi mavsum oldidan himoya chizig'ini kuchaytirishni rejalashtirmoqda va bu yo'lda yosh hamda istiqbolli futbolchilarni izlamoqda. Ana shunday talablarga javob beradigan nomzodlardan biri sifatida Jahongir O'rozov tilga olinmoqda. Jismonan baquvvat himoyachi O'zbekiston terma jamoasi tarkibida jahon chempionatida 2 ta uchrashuvda maydonga tushdi. 22 yoshli markaziy himoyachi nemis klubi bilan bog'lanayotgan bir nechta futbolchilar orasida qayd etilgan. Jahongir O'rozovning agenti ma'lum qilishicha, Borussiya vakillari muzokara uchun ertaga Toshkentga yetib keladi. Bundan tashqari, Rossiyaning Rubin klubi ham futbolchini o'z safida ko'rish uchun o'z vakillarini allaqachon Toshkentga yuborgan. Germaniyadan takliflar sabab rossiyaliklar taklifi hozircha rad etilgan. Ma'lumot uchun, Jahongir O'rozov aslida bunyodkor tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Asosiy jamoada 1 yil o'ynagandan keyin himoyachi 2023-yili Turkiyaga yo'l olgan edi. Xorijda u EU Sport jamoasi sharafini himoya qildi. 2024-yilning yozida Samarqandning Dinamo jamoasi O'rozovni turk klubidan yarim mavsumga ijaraga oldi va keyingi yili erkin agent maqomida o'z tarkibiga qo'shib oldi. Jahongir O'rozov O'zbekiston milliy terma jamoasida jami 5 ta uchrashuv o'tkazib, 1 ta gol urishga muvaffaq bo'lgan.